Ha. Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Ina Qo'shko'pirdan adınız kim edi? Shuhrat. Shuhrat ham ketdi Indukcho'jon aka. Bronza 708 2 kilolikini 220 ming so'mdan savdolaştık. 22 dana Indukcho'joni oldi gelişib. İlk qolganini Big 6 bir aylıkını 165 ming so'mdan geliştik. 800 gram teraziga o'lchab oladi. 23 kunligi bor. 160 ming 155 berdim gelişib. Bemalol yine fermamızda cücelerimiz 1500 dana var. Hazır bu birdeki yarımı araya tarafta bronzaların. Bemalol yine şu ağam yine yönelişlerini gösterip beradi xohlasanız da bu ağam bilan bog'lanib uyini biladi onlar. Benim menzilimi tapıp gelseniz de bo'ladi. Qo'shko'pir, Xiva, internetdagilar. Yine bu ağzı qiyshiq bo'lsa ham bronza gaplasin deganni ağam bronza induklarımıza qiziqib qoladi. Bir dana ağzı qiyshiq puldor bronzamiz bor. Bu endi ko'rgazma uchun ağamız uchun emas, fakat bu ko'rgazma uchun. Satılmaydı, noyob. Satılmaydi, noyob, bir reklamamız için. Ana kuzatuvchilar kelaverasizlar, qolancha induklarimiz bor. Indukchilarimiz. Adresini ayting. Adres Shovot tumani, Tamojniya qarab, quruqdan 5 kilometr yurishsa, ana keyin telefonlashib, jesangizda bo'ladi. Telefonlarni xohlasanizlar ekrandan qoldirib berar. Shuhrat hamma iltimos qilamiz. Telefon raqamlarimizni qo'yib beradi. Cheklanmagan miqdorda kelib turibdi. Har hafta yangi partiyalarimiz. Gün o'tgandan keyin, kattagandan keyin pul o'zgarishi bo'ladi lekin. Kelib tushgan vaqtda 145-150 ming so'm bronzalarimiz, 150 oqi Big 6larimiz 145 dan tarqaladi. Gün o'tgandan keyin ullaygan sayin pul o'zgaradi lekin. Shunga e'tiborli bo'lasizlar. Bugungi chislamiz 2026 yil 17-iyunni. Havo. Bu yerda 3 xil partiyamiz bor. Shu vaqaradan e'tibor berib, kiloga o'lchab olsangiz o'zi gün o'zgargani ma'lum bo'ladi. Tarazida 800 gramlikini 165 ming so'mdan berdim. Kelaverasizlar.